hozirgi kunga kelib odamlarni juda ko'pi shikoyat qiladi. Vaqtini ozligidan, topgan tutgani yetmayotganidan, turmushiga, hech narsaga ulgurmayotganidan. Bormi? Eshitib qolamiz a? Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shuda, to'g'rimi? Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti, bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloni madadini, qo'llashini so'ragan holda darsimizni boshlaymiz. Baraka nima? Hozirgi kunga kelib odamlarni juda ko'pi shikoyat qiladi. Vaqtini ozligidan, topgan tutgani yetmayotganidan, turmushiga, hech narsaga ulgurmayotganidan. Bormi? Eshitib qolamiz a? Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shuda, to'g'rimi? Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti, bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Ulgurmaydi. Hech narsaga. Vaholanki, deyarli hammamizning tayimizda mashina bor. Hammamizning qo'limizda telefon bor. Vaholanki avvalgilarni hammasini mashinasi bo'lmagan. Qo'lida umuman telefoni bo'lmagan. Piyoda yurgan deyarli. Lekin hamma narsaga ulgurgan. To'g'ri aytyapmanmi? To'y qilasiz, falonchi qolib ketibdi, ulgurmabman. Telefoni bor, mashinasi bor, ulgurmayapti aytgani. Otalarimiz, bobolarimiz piyoda yurib hamma qarindoshini aytishga ulgurgan. Avvalgi davrda otalarimiz nima qilgan? 6 ta 8 ta bolani bitta o'zi boqqan ishlab. O'sha 6 ta 8 ta bolasini uylagan, joylagan, ba'zilarini o'qitgan ham institutlarda. Ba'zilarini institutda o'qitgan ham. Bitta ota ishlagan. Hozirchi bitta oilada 4 ta 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik shuncha. Nima uchun biz shuncha imkoniyatimiz qo'limizda bor bo'lib turib, hech narsaga ulgurmayapmiz? Bu birodarlar o'ylanadigan jiddiy va muhim savol. Javobi bizni juda ko'pchiligimizning hayotimizda baraka yo'q. Vaholanki har kuni barakani so'rab duo qilamiz. Ota-onamiz baraka tilab duo qiladi. O'zimiz baraka so'rab duo qilamiz. Bormi? Bu baraka so'rashimiz yaxshi narsa. Har bitta musulmon ilmiga, puliga, vaqtiga, oilasiga baraka so'rashligi kerak. Bu mahbub narsa. Ammo shu so'rayotgan narsamiz baraka o'zi nima ekanligini, barakani nima ekanligini bilamizmi? Baraka nima? Javob bering o'zingizga. Bilasizmi? Baraka hammaga kerak. Hammaga kerak. Hatto payg'ambarlar ham, anbiyolar ham Allohdan baraka so'rashgan. Muhammad alayhisalom ham baraka so'raganlar. Mana Ayyub alayhisalomning qissasiga murojaat qiling. 18 yil dard chekdi. Farzandlardan ajralgan edi undan avval. Moli dunyosidan ajralgan edi. Sog'ligidan ajralgan edi.
18 yildan keyin Alloh taolo boyligini ham qaytarib berdi, sog'ligini ham qaytarib berdi, farzandlarini ham qaytarib berdi. Boyligini qaytarib berganida ustiga oltindan bo'lgan chigirtkalar uchib qo'ndi. Yog'ilib ketdi. Chigirtkalar qanaqa yog'iladi ko'rasizlar. Oltindan bo'lgan. Shunda Ayub alayhissalom etagini ochib olib, chekkalarga tushib qolgan chigirtkalarni bitta-bitta terib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ey Ayub, axir men seni bu narsadan behojat qilib qo'ymadimmi? Ya'ni shuncha bersam terasan yana qolgan qutganini ham" deganida, "Ha, izzatingga qasam, Robbim. Ha, behojat qilib qo'yding, ammo barakangdan behojat emasman-da" dedi. O'sha chigirtkalarni qaysinisida baraka borligini Alloh biladi. Shuning uchun yig'yapti hammasini. Demak, baraka hammaga kerak. Boyga ham, kambag'alga ham. Erkakka ham, ayolga ham. Olimga ham, omiga ham. Baraka hammaga kerak. Baraka nima? Baraka o'sish va ziyoda bo'lish. Baraka yaxshilikning ko'pligi va uning davomiy bo'lishi. Kichkina narsaga baraka tushsa, uni katta qilib qo'yadi. Oz narsaga baraka tushsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Ko'p narsaning ustiga baraka tushsa, baraka uni foydali qiladi, davomiy qiladi. Baraka bir narsaning ustida ilohiy hayriyatning davomiy turishi. Mana birodarlar, barakaning nima ekanligiga salaf solihinlarning hayotidan misollar keltiramiz, osonroq tushunishimiz uchun. Ovqatdagi baraka. Handaq kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohning uyiga bordilar. Jabir ibn Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning och qolganligini, bir necha kun ovqatsiz yurganligini ko'rib, uyida 3-4 kishiga yetadigan ovqatni ayoliga tayyorlab turib, pishirib turdi, buyurib qo'yib, Rasulullohning oldiga kelib: "Ya Rasululloh, bir 3 ta 4 ta o'zingiz xohlagan odamlar bilan birga biz uyimizga boring ovqatga" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey qavm, Jabir bizni valimaga chaqiryapti, ketdik" dedilar. 300 ta odam keldi. Jabir roziyallohu anhu uyiga kelib: "Ey xotin, sho'rimizga sho'ra to'kildi. Rasululloh 300 ta odam yetalab kelyaptilar" dedi. Ayoli qarab turib: "Holatni bayon qildingizmi? Ozgina odamga yetadigan ovqatligini aytdingizmi?" "Ha, aytdim" deganida ayoli: "Unday bo'lsa xotirjam bo'ling. Rasululloh aytdilarmi?" demak bir hikmati bor. 5 yoki 6 kishiga yetadigan ovqatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 300 kishiga, ba'zi rivoyatlarda 1000 kishiga yetkazib berdilar. Tushunyapsizmi? 6 kishining ovqati 300 ta odamga yetyapti. Bu baraka deb tushuntiriladi. Moldagi baraka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadiya qildi. Pulga olib ichishar edi bu suvni avval. Bir yahudiyning qudug'i edi. Jayshul Usrani jihozladi. Usmon ibn Affonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosini olishlikka Alloh muvaffaq qildi, moli barakali bo'ldi. Moldagi baraka. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Jayshul Usrani jihozlashlikka molini yarmini olib keldi. Katta pul edi. Uyingizga ham bir narsa qoldirdingizmi Abdurrahmon deganida: "Ya Rasululloh, yarmi qoldi uyga" dedi. Rasululloh aytdilar: "Olib kelganingizga ham baraka bersin Alloh, qoldirib qo'yganingizga ham baraka bersin uyingizga." Nima bo'ldi? Shu duodan keyin dedi Abdurrahmon ibn Avf: "Kesakni jildirsam kumush topdim tagidan, toshni jildirsam tilla" dedi. Ya'ni bu majoz. Nimaga, qaysi tijoratga qo'l urmasin, ishi rivojlanaverdi, oqib kelaverdi dunyo. Nima bor edi molida? Baraka bor edi. Tushunyapsizmi? Biz olib qolganimizni foyda deymiz. Berganimizni zarar deymiz. Olib qolganimizni o'zimizniki deymiz. Berganimiz ketdi deymiz. Abdurrahmon ibn Avfni 700 ta tuyali karvoni Madinaga keldi. Sirat darslarida eshitgansizlar. Sahobalarning hayotlari darslarida.
Madina shovqin-suron bo'lib ketdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin. Oysha onamizga buni xabari keldi. Oysha onamiz shovqinni eshitib, "Nima bu shovqin?" deb so'raganida aytishdiki, Abdurrahmon ibn Avfni Shomdan kelgan karvoni shaharni to'ldirib tashadi. Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitganman dedi Oysha onamiz. Bu xabarni tezda yetkazishdi Abdurrahmon ibn Avfga. Siz haqingizda Rasululloh mana qada degan ekanlar. U sahoba yurib yetib keldi Oysha onamiz oldiga. "Ya ummul mu'minin, Rasululloh shunaqa deganmidilar?" "Ha, Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlar. Emaklab qolishimiz sababi shu boyligim bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, mana shu 700 ta tuya ustidagi yuklari bilan, tuyalari bilan Madina fuqarolariga mendan ihson dedi. Hammasini berib yubordi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Umrdagi baraka. Madinaning ansorlarning sayyidlaridan Sa'd ibn Muoz. Bu kishi 31 yoshga kirganida islomga kirdi. Vafot etganida 37 yoki 38 ga kirgan edi. Musulmon bo'lib 6 yoki 7 yilgina umr ko'rdi. Ammo shunday maqom, shunday bir martabaga erishdiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Islomda 6 yil, 7 yil yashadi. U kishi vafot etganda arsh uch zotni kelishiga xursand bo'lib titradi. Albatta bu muborak hayot edi. Mana tug'ilganimizdan beri musulmonmiz siz bilan biz. Hammamiz. Kim 50 yil yashadi, kim 60 yil yashadi. Nima qoldirding o'zingdan keyin ummatga? Musulmonlarga, xalqingga nima foydang tegdi? Nima qoldirding desa, o'ylanamiz. Qilganimiz bitta tomu, qilganimiz 4 ta to'y. Shunday emasmi? Puldorlar bor oramizda o'tirgan. O'ylanish kerak. Mana umrdagi barakaga misol. 6 yoki 7 yil yashadi musulmon bo'lib, Allohning arshi titradi vafot etganida. Umrdagi baraka. Abu Bakr Siddiq barakatli, muborak inson edi. Hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, bemor ko'rgani ham ulgudi, janozaga ergashishga ham ulgudi, sadaqa qilishga ham ulgudi. Payg'ambarimiz ana shu so'ragan savoliga kim bemor ko'rdi oranglarda, kim janozaga erishdi, kim sadaqa qildi deb so'raganida Abu Bakr Siddiq men deb javob bergan edi. Va maqtagan edilar payg'ambarimiz bu sahobasini. Bu ulug' sahoba Abu Bakr Siddiq 2 yildan ko'proq xalifa bo'ldi, musulmonlarga boshliq bo'ldi. Lekin shu 2 yil ichida shuncha ko'p futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. Albatta bu holat Abu Bakr Siddiqqa Alloh tomonidan berilgan baraka edi. Umrdagi baraka. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deb sanaladi. Umar ibn Abdul Aziz, Ummaviylarning xalifalaridan. Bu inson musulmonlarga xalifa bo'lib, boshliq bo'lib saylandi. Bu inson ham 2 yildan ortiqroq umr ko'rdi, xalifa bo'lganidan keyin. Lekin 2 yillik xalifalik davrida yurgizgan siyosati, olib borgan ishlarini samarasini ko'ringki, davlatda kambag'al odam deyarli qolmadi. 2 yilda bor yo'g'i. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, zakotini kambag'alni istashligiga to'g'ri kelar edi. Kambag'al qolmadi. Nima uchun? Baraka bor edi bu odamni davrida va hayotida. Demak, uning davri muborak davr bo'ldi. Rizqdagi barakaga misol. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, Toshshamda biroz arpa bor edi. O'shandan olib, puyib, tegirmonda aylantirib, un qilib, non qilib yer edi. Toshshamda biroz arpa bor edi. Ancha vaqtgacha yeb turdim. Keyin qancha qoldi ekan deb olib tortib ko'rdim. Tortganimdan keyin bir qissa tugab qoldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borligida qo'yilgan nima edi? Arpa edi-da. Vaqtdagi baraka.
Salaflardan biri aytadi. Qur'on tilovat qilardim. Har kunlik Qur'on tilovatimni porasi, hizbi ko'paygan sari vaqtimni ziyodalashayotganligini ko'rdim deydi. Ya'ni bugun bir pora o'qisa, bir poraga yarasha baraka kelgan vaqtiga, shunday qilib deydi, bir kunda 10 pora o'qishgacha yetdim deydi. Endi bir kunda 10 pora o'qidimi, 10 poraga yarasha vaqtiga baraka beriladi. Birodarlar, umrdagi barakani Imom Buxoriyning hayotida ko'rmaysizlarmi? 63 yil yana umr ko'rgan. Lekin qoldirib ketgan ilmiy merosini yashab o'tgan davriga bo'lib chiqsangiz, to'g'ri kelmas ekan 63 yilda inson ulgurmas ekan buncha narsaga. Kami 100 yil yoki 150 yil yashash kerak. Bu odam qachon uxlagan, qachon yegan, qachon safar qilgan degan savol tug'iladi. Imom Shofiy 52 yilgina umr ko'rgan. Lekin 52 yilda qoldirgan ilmini, boyligini, merosini 52 yilga bo'lsangiz to'g'ri kelmas ekan. 200 yil yashash kerak buncha narsaga ulgurish uchun. Imom Navaviy 45 yilgina umr ko'rgan. 45 yilda qoldirgan merosini, ilmiy boyligini biz 100 yilda ham o'qib tugata olmayapmiz. Demak, Alloh bu insonlarni umriga, vaqtiga shunday baraka ato qildi. Bu ulug'larimizni hayotiga nazar soladigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? Ularni molida baraka bo'lgan. Ularni vaqtida baraka bo'lgan. Ularni rizqida baraka bo'lgan. Amallarida baraka bo'lgan. Ular muborak insonlar edi, barakali insonlar edi. Tabiiy savol tug'iladi. Ular bu barakaga qanday qilib erishishdi? Nima sababli ularga shunday baraka berildi? Nima qilsak bizda ham shunga o'xshagan baraka bo'ladi? Vaqtimizda, pulimizda, umrimizda, sog'ligimizda, oilamizda. Iymon bilan, taqvo bilan. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Iymoning va taqvoingga yarasha Allohdan baraka keladi senga. Senga Alloh tomonidan baraka keladi, iymoning va taqvoingga yarasha. Ularning hayoti Alloh taoloning quyidagi oyatini haq ekanligiga dalil bo'ladi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar deydi Alloh taolo, mana barakani sharti. Mana barakani formulasi. Agar deydi Alloh, qishloq ahllari, shahar ahllari, xullas odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Shart iymon va taqvo. Ha, siz bilan menda qaysidir darajada baraka bor. Ammo u barakani qancha ekanligi iymoningizga bog'liq, taqvoingizga bog'liq. Kimni bolasiligingiz, qaysi millatdanligingiz, qaysi makonda va qaysi zamonda yashashligingizga bog'liq emas baraka. Baraka faqatgina iymon va taqvoga bog'liq. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik. Hammamiz mo'min bo'ldik, alhamdulillah. Bittasi bor shartni. Endi bundan keyin taqvoimiz qolyapti. Kimni taqvosi baland bo'lsa, baraka shunga yarasha kelaveradi. Barakaning ta'rifi. Al-barakatu hiya thubutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsani ustida ilohiy xayriyat barqaror bo'lishi baraka. Sodda qilib tushuntirganmiz. Nima deymiz? Mana piyola. 50 ta 100 ta kelgan suyga 5 yil burun 4 ta qopti. Qolgani yo'q. Sinib ketdi, qo'shni olib chiqib ketib bermay qo'ydi, bir joyga borib qo'yib keldingiz. Demak, shu 4 tasi 5 yildan beri, 10 yildan beri turibdimi? Demak, baraka bor shunda. Bir narsaning ustida
ilohiy xayriyatni davomiy turishi baraka deyiladi. Bir odam kafe quradi, oshxona quradi. Hashamatli qilib, zo'r qilib pardozlaydi. Hamma bir shart-sharoitlarni muhayyo qiladi, ochadi kafeni. Bir odam keladi. Bir odam ko'payadi, keyin 1 yildan keyin qarasang, odam qaytib ketgan. Baraka yo'q. Yana bitta odam yo'lda bo'yida otasidan qolgan eski uyini eplab, ertalabdan nonushta qiladigan joy qilib qo'ygan. Unaqa ko'p pul sarflamagan. O'sha xonalarni eplab, odam ko'payishiga qarab, keyingi xonani qo'shib turib, eski uylarni eplab qo'ygan, klient o'shuncha. Siz aytasiz, yo'q, uchi haligi kafe ochganlar boshida go'shtni yaxshi soladi, ovqatni zo'r qiladi, o'shuncha odam zo'r ko'p keladi. Keyin masaladan tortishni boshlab, ovqati aynigani uchun kelmay qo'yadi. Yo'q, birodarlar. Xuddi o'sha masalada boyagidek qilsa ham odam qaytib ketadi. Agar baraka bo'lmasa o'sha kafeda, oshxonada. Demak, al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning, ilohiy yaxshilikning barqaror turishi. Olimlardan biri aytadi, baraka kam narsada bo'lsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Agar ko'p narsada bo'lsa, foyda keltiradi. Baraka demak, birodarlar, yaxshilikni ziyoda bo'lishi, unib o'sishi va barqaror bo'lib davomiy bo'lishi. Baraka vaqtga tushsa, uni kengaytiradi. Inson ana shu barakali vaqtida juda ko'p ishlarga yo'lgaydi. Baraka agar jasadga tushsa, uni quvvatli qilib qo'yadi. Ko'p narsalarga imkoniyati paydo bo'ladi. Baraka farzandlarga tushsa, ular salohiyatli bo'ladi, axloqli bo'ladi, ota-onasiga mehribon bo'ladi. Baraka pulga tushsa, u pulni ko'p narsalarga yetadigan, kifoya qiladigan qilib qo'yadi. Pulni ko'p qilib qo'yadi emas. O'sha ozgina pul barakali bo'lsa, ko'p pul bilan odamlar qilolmayotgan ishga yetadigan bo'lib qoladi. Agar baraka bir odamga tushadigan bo'lsa, Alloh uni barakotli qiladi hamma narsasini. Agar baraka bir kishining ilmiga tushsa, bu ilm uni amalga va qo'rquvga boshlaydi. U barakali ilmdan juda ko'p odamlar foyda oladi. Agar bir banda o'zini hayotida baraka topadigan bo'lsa, vaqt kengayadi, imkoniyatlari ziyodalashadi, hayotda erishadigan muvaffaqiyatlar, natijalari ko'payadi, karomatlar sodir bo'ladi. Baraka topmagan odam ham 80 yil, 90 yil umr ko'rishi mumkin. Ammo u mana shu 80-90 yillik umrida o'zidan keyin biron narsani asarni qoldira olmaydi. O'zi bilan biron narsani olib keta olmaydi. Barakasiz odamlar haqida fikr qilib ko'ringlar, birodarlar. Ehtimol qo'lida millionlari bordir. Lekin ana shu millionlari uni saodatli qilmaydi. Aksincha, bebaraka bo'lgan bu millionlar kunduzi uni mehnat mashaqqatga soladi, qayg'u bilan azoblaydi, kechqurun esa o'sha pulni o'ylab, siqilib uxlolmaydi. O'sha odamlar bor ekan, aytishdi. Uxlolmas ekan kechqurun. O'zi soppa-sop. Nimaga uxlolmaydi? Bo'yiga pul uxlatmas ekan. Demak, bu millionlar uni kunduzi mehnat mashaqqat bilan, qayg'u bilan azobga soladi. Tunlar esa hisob-kitob bilan, qo'rquv bilan uyqusini qochiradi. Yana hayotida baraka topmagan bir odam bor, 10 ta bolasi bor. Hayotida ham baraka yo'q, bolalarida ham baraka yo'q. Bu qanaqa bo'ladi? Xayriyat bo'lmaydi. 10 ta bola boqadi, lekin ulardan hech qaysidan bir vafoni ko'rmaydi. Shirin so'zni, mehribonligini eshitmaydi. Pulni ko'pligi, birodarlar, albatta baraka degani emas. Mansabdor bo'lishlik degani albatta baraka degani emas. Farzandlarning ko'pligi albatta baraka degani emas. Oliy ma'lumot, diplom aniq baraka degani emas. Baraka, birodarlar, qalbdagi bir ajib shuur. Inson uni his qiladi. U his uni nafsini poklanishiga, qalbini osoyishta bo'lishiga, hayotini osudaligiga, ko'zlarini quvonchiga,
boriga qanoat qilishga hamda Allohning taqdiriga rozi bo'lishga olib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti barakot, vaqti barakot, so'zlari barakot, borlig'i barakot. Ko'rmaysizmi? Bor yo'g'i 23 yil payg'ambarlik davrida yer yuzidan birodarlar shirkni, jaholatni ketkizib, tavhid, axloq va ma'rifatni yoyishga ulgurdilar. Qolgan insonlarga ustozlik qiladigan darajadagi ummatni tarbiya qildilar. 23 yilda ya. Bular vaqt, umr, tana, da'vat ishlariga berilgan barakaning ko'rinishi edi. Baraka so'zining lug'aviy ma'nosi. Barakal ba'iru. Tuya yerga cho'kdi. Ya'ni yerga o'rnashdi, qaror topdi, sobit bo'ldi. Ulamolar aytishadi, barakaning haqiqati, mohiyati sobitlik va barqarorlik. Tuya yerga cho'kdi, sobit bo'ldi, barqaror bo'ldi. Jilmaydi, qimirlamay turadi. Demak, baraka degani bitta yaxshilikni, xayriyatni bir joyda bo'lib, ketib qolmasligi, doim turishligi, barqaror bo'lishligi. Va sumiya bizalika li thubutil khayri fihi thubutal ma'i fil birkati. Hovuzda suv sobit turganidek, unda yaxshilik sobit turgani uchun shunday nomlandi. Hovuzga suvni quyib qo'ydingiz, sobit turibdimi? Ketib qolmayaptimi? Oqib ketmayaptimi? Sobit turibdi. Xuddi shunga o'xshagandek baraka degani bir narsani ustidagi xayriyatni sobit davomiy turishligi. Barakali narsa. Ikkinchi nomi muborak narsa. Bu muborak narsa. Muborak narsa nima? Muborak narsa shundayki, u narsani ichida yoki ustida xayriyat va yaxshilik doimiy suratda bor bo'ladi. Muborak bo'lsin deymiz. Tabrik degani baraka tilash degani. Uni bo'lsin, ziyoda bo'lsin deb duo qilishlik. Molingga baraka bersin, joningga, ilmingga, ahli oilangga baraka bersin. Ya'ni mana shu narsalar o'sib ziyoda bo'lsin degan. Alloh azza va jallaning kalomi bo'lgan Qur'on ham birodarlar muborak, barakali. Chunki uning ichidagi yaxshiligini sanab adoga yeta olmaymiz. Qur'oni Karimning turgan bitgani baraka. Qur'on muborak kitob. Astagfirullah. Va hada kitabun anzalnahu mubarakun. Bu Qur'on bir muborak, o'zimiz nozil qilgan kitobdir. Qur'on muborak kitob ekanligini Alloh aytayapti. Mana qiyomatgacha Alloh taolo bu Qur'onni saqlab beraman degan, qiyomatgacha ichidan yaxshiliklar chiqib kelaveradi. Qur'onning xayriyati tugamaydi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Sot surasi. Biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir. Demak, Qur'on hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq. Hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq, chunki turgan bitgani baraka Qur'onni. Muborak. Muborak degani barakali qilingan. Kimdir uni barakali qilgan. Muborak narsa uni ustiga kimningdir tarafidan baraka tushirilgan. Ma'qulmi? Endi al-barakatu minalloh deganlar Rasululloh. Baraka Allohdan bo'ladi. Endi Alloh taoloning muborak desa bo'ladimi, yo'qmi? Alloh haqida so'z kelsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki hozir aytdik-ku, muborak degani kimdir tomonidan barakali qilib qo'yilgan. Uyni Alloh barakali qildi. Alloh barakali qildi uyni. Lekin Alloh taolo haqida so'z ketadigan bo'lsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki agar Alloh muborakdir deyilsa, kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Allohning ustida hech bir kimsa, hech bir narsa bir ish qilishi mumkin emas. Allohning ustida hech kim biron narsa qilishi mumkin emas. O'zi asli baraka Allohning mulki. Barakani Alloh beradi. Baraka Alloh tomonidan keladi. Narsalarni barakali qiladigan Allohning o'zi. Endi Alloh haqida so'z kelsa, Alloh taborak va taolo deyiladi. Muborak emas, taborak deyiladi. Nima degani? Alloh taoloning o'zi barakotli deyiladi. Tushunarlimi? Alloh taoloni
muborak, barakali qilingan deyilmaydi. Alloh taborak va taolo deymiz. Alloh o'zi barakali zot. Barakani Alloh beradi. Xo'jayingiz ham bera olmaydi, domlangiz ham bera olmaydi, hech kim bera olmaydi. Shuning uchun barakani kimdan so'raladi? Allohdan so'raladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammaddan salovat bor. Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Qarang, salovatimiz. Parvardigor Ibrohim alayhisalomga va uning ahli oilasiga baraka ato qilganingdek, Muhammad alayhisalomga ham va u zotning ahliga ham baraka ato qilgin. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga qanaqa barakotni bergan bo'lsa, shu barakotni Muhammad alayhisalomga ham so'rashimiz bo'ladi mana shu. Yana ulamolar aytadi, bu duo Ibrohim alayhisalomga ato qilingan yaxshiliklarni Muhammad alayhisalomga ham ato qilinishini va bu yaxshiliklarni u zotning ustida davomiy bo'lishini, sobit turishini, ko'payishi va ziyoda bo'lishini o'z ichiga oladi. Mana shu barakaning haqiqatidir deyshadi. Demak, baraka yaxshilikni, xayriyatni bir narsani ustida sobit turishi va davomiy bo'lishi, ketib qolmasligi. Tuyani yerga cho'kish kabi. Barakal ba'iru dedik-ku. Tuya cho'kdimi? Cho'kdi. Endi cho'ksa, shu joyni o'ziga lozim tutadi, jilmaydi, sobit turadi. Ey birodarlar, agar Alloh taolo baraka beradigan bo'lsa, sizning muammoingiz qolmaydi hayotda. Ko'p ishlashi shart emas. Ko'p yugurib berishingiz shart emas. Rizq so'ramaymiz Allohdan. Rizq yozilgan. Alloh taolo kafolatlab qo'ygan kofirga ham, mo'minga ham. Biz nimani so'raymiz? Barakani. Baraka Allohning mulki. Bu ilohiy hadiya. Barakani Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi. Val barakatu minalloh dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Baraka Allohdandir. Birodarlar, rizqlantirish va hidoyat qilish Allohning ixtiyoridagi narsami? Rizq berish, hidoyat berish Allohning ixtiyoridagi narsami? Baraka berish ham Allohning ixtiyorida. Alloh xohlagan bandasini barakotli qiladi, xohlagan bandasini bebaraka qiladi. Alloh taolo barakani berish o'zining ixtiyorida ekanmi? Endi shu barakani olib qo'yish ham o'zining ixtiyorida. O'zini xohlagan bandasiga barakani berganidek, xohlagan bandasidan nima qiladi? Olib qo'yadi. Endi shu barakani berilishi ham, olinishi ham Alloh taoloning ilmi, hikmatiga muvofiq tarzda bo'ladi. Mana Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah, qila ya Nuhu ihbit bi salamin minna va barakatin alayka va ala umamin mimman ma'ak. Nuh alayhissalom mana kemasi suvda yurdi. Endi qaror topib yerga tushish kerak bo'ldi. Shunda aytildi deydi Alloh: Ey Nuh, bizning tinch, salomat saqlashimiz bilan va o'zingga hamda sen bilan birga bo'lgan kishilarning zurriyotlariga bo'ladigan barakotlar bilan kemadan yerga tushgin. Demak, Alloh taolo baraka bilan tushirdi Nuh alayhissalomning kemasida turgan kishilarni. Val barakatu minalloh. Baraka Allohdandir. Xo'p, baraka yaxshi narsa ekan. Tushundik. Uni faqat Alloh berar ekan. Tushundik. Hayotda rizq quvalash kerak emas ekan, baraka quvalash kerak ekan. Tushundik. Endi tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib shu barakaga erishamiz? Qanaqa yo'llari bor barakaga yetishlikni? Inson Allohga iymon keltirib, unga taqvo qilish kerak. Baraka topishlik uchun iymon keltirish kerak va taqvo qilish kerak. Sizga keladigan baraka iymoningiz va taqvoingizga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytaman, iymoningiz va taqvoingizga yarasha barakaga ega bo'lasiz. Alloh taolo mana shu oyatda ana shu barakaga yetishlikni bizga yo'lini, formulasini ko'rsatib qo'ydi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai val ard. Baraka haqida gapirganda,
Bizni shiorimiz mana shu oyat bo'lishi kerak. Agar deydi Alloh taolo, qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, iymon keltirib taqvo qilganida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakatlarni ochib qo'yar edik. Barakotlarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu oyat bizga nimani bayon qilyapti? Nimani ta'lim beryapti? Bu oyat bizga Alloh taoloni bu koinotga, borliqqa yurgizib qo'ygan, joriy qilib qo'ygan sunnatini, qonunini bayon qilyapti. Bu oyatda aytilayotgan oddiy va sodda haqiqatni tushunmayapti odamlarning ko'pchiligi. Birodarlar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining ichida xurmoning danagidek keladigan bir dona bug'doy turar ekan. Bug'doyning bir donasi xurmoning danagidek keladi. Necha barobar katta xurmoni danagi bir dona bug'doydan? 10 barobar kattami? 15 martadir. 10 o'ntasini olaylik, 10 barobar. Tushuninglar. 10 gektar ekib bug'doyni olgan hosilni Alloh baraka bersa 1 gektar ekib olar ekan odamlar. Tushunyapsizmi? 24 soat ishlash shart emas. 25 soat sutkasiga ishlasang ham Alloh yozganni oshchasi kelmaydi. Kofir bo'lsang ham, fosiq bo'lsang ham, taqvodor bo'lsang ham o'sha rizq keladi. Bitta farqi, iymonli, taqvoli bandaga barakasi bilan keladi. Fosiq fojirlarga o'sha rizq keladi, lekin baraka bo'lmaydi. Demak, bu oyatda bayon qilingan oddiy, sodda haqiqatni juda ko'pchiligimiz tushuna olmayapmiz hali-haligacha. Ajoyibda bu holatimiz. Insonga osmon va yerdan barakaning eshiklari ochilishini sharti oddiy: iymon va taqvo. Demak, birodarlar, baraka iymonsiz odamda bo'lmaydi. Ha, onalarda puli ko'p, u kofir baloncha milliard dollari bor desa, bo'lishi mumkin. Chunki ana shunday katta miqdordagi pulni qo'lga kiritish uchun sababni zo'r qildi-da u. Ana shu katta pulni topishligini, shunaqa katta rizqini kelishligini sababini qildi. Alloh odil zot. Pulini ko'p qilib qo'ydi. Qo'lida dunyoning matohi katta bo'lishi mumkin, chunki sababini zo'r qildi. Ammo bu kofirda puli ko'p bo'lsa ham, biz aytayotgan baraka sababli keladigan rozilik, hayotida osoyishtalik, qalbidagi osudalik va saodat bo'lmaydi. O'ylamanglar, hamma puli ko'p odamlarni qalbi osoyishta deb. Yo'q. Qalbning osoyishtaligi, hayotning saodatli bo'lishi, kunidan rozi bo'lishlik iymoni bor mo'minda bo'ladi. Baraka shu narsalarni olib keladimi? Baraka faqat mo'min odamga beriladi. O'shuning uchun qarasangiz, 10 milliard dollar puli bo'lsa, yana ishlab pul topaman deydi. Yana do'radi, endi qabrga kirib ketadi. Endi agar Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsangiz, taqvo qilgan bo'lsangiz va barakaga erishgan bo'lsangiz, shu narsa sababli sizga baraka ato qilingan bo'lsa, oziga rozi bo'ladigan bo'lasiz. Rozilik bu saodatdir. Hayotidan rozi bo'lishlik bu osudalikdir. Rozi bo'lishlik bu baxtdir, birodar. Kim rozi bo'lar ekan? Iymoni bor, taqvosi bor, Alloh tomonidan barakaga ega bo'lgan odamgina rozi bo'ladi. Vaholanki insonga bir vodiy oltin berilsa, deyildi hadisda, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir vodiy oltin bilasizlarmi qancha bo'ladi? Banda iymonli, taqvoli bo'lsin, tamom. Uni iymoniga, taqvosiga yarasha baraka kelaveradi. Baraka bo'lish uchun iymon bilan taqvo birga bo'lish kerak ekan. Iymon bilan taqvo birga bo'lsa, ine baraka bo'lar ekan. Alloh taolo aytadi, istag'firullah. Va allaw istaqomu ala at-tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Mo'l yomg'ir degani, birodarlar, rizq degani, barakot degani.
Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Qachon yog'ar ekan bunaqa barakotli yomg'ir? Istaqomu, agar to'g'ri yo'lda, mustaqim yo'lda turishadigan bo'lsa. Agar qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida biz albatta ularga osmon va yerdan barakalar eshigini ochib qo'yar edik. Bitta barakani demayapti. Nimani? Birodalar, oila ham kichkina bir qishloqqa o'xshaydi. Ana shu oila a'zolari ham taqvo qilsa, iymonlarda sobit bo'lsa, Alloh taoloning buyurib qo'ygan buyruqlariga amal qilib, qaytarilardan qaytadigan bo'lsa, bu oilaning ustiga ham barakot keladi. Buning o'rniga bu oilaning a'zolari yolg'on gapirsa, savdosida yolg'on gapirsa, tarozidan ursa, ibodatga beparvo bo'lsa, gunoh ma'siyatlarni qilayotgan bo'lsa, ularga baraka kelmaydi. Oyatda baraka demadi. Barakatun birlik siyg'asida aytilmadi. Barakat dedi. Barakalar deyildi. Agar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarda biz barakalarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu albatta siz bilan bizning qalbimizga xursandchilik olib keladi. Birodarlar, oyatda rizqini ochib qo'yamiz demadi. Barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Rizq muayyan bitta narsa bo'lishi mumkin. Masalan, umri rizq, puli rizq, sog'ligi rizq, farzandlari rizq. Rizqni demadi, barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Endi barakalarni olsa, biz aytayotgan mana shu rizqni hamma turiga tushadi. Oilasida ham baraka bo'ladi, farzandlarida ham baraka bo'ladi, pulida ham baraka bo'ladi, vaqtida ham, ilmida ham. Tushuninglar, biz yuribmiz ko'chada. Nima deb? Bola va chaqa, tirikchilik. Chaqa deb yurib bo'lmaydi. Chunki chaqa yozilgan. Rizqimizni qidirib yuribmiz deydi. Yo'q, rizqingni qidirma, birodar. Rizq seni qidiradi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, bandani ajali quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quviydi. Ajalingizdan qochib qutula olmaysiz-a? Bandani ajali qidirganidan, quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quvolaydi. Rizq istamanglar, rizq qidirmanglar, rizq yozilgan, u keladi. Biz baraka qidirishimiz kerak. Shuni ham tushunib olinglar. Birinchi qoidamiz, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha baraka keladi. Ikkinchisi, rizq istash kerak emas. Rizq qidirish kerak emas, baraka qidirish kerak. Shu haqiqatni, shu ikki qator haqiqatni qancha ertaroq tushunib, ertaroq hayotda tatbiq qilsak, hayotimiz ertaroq yaxshilik yo'liga tushadi. Yana Alloh taolo bu oyatda la fatahna dedi. Biz albatta ochib qo'yar edik deyapti. Alloh taolo ta'kidlab aytayapti. Albatta ochib qo'yamiz. Kimga barakani ochib qo'yamiz? Osmon yerdan baraka eshiklarini kimga ochib qo'yamiz? Iymoni va taqvosi bor odamga. Iymon bilan taqvo hammaning imkoniyatida bor narsa. Qancha iymoningiz kuchli bo'lsa, qancha taqvoingiz kuchli bo'lsa, shunga yarasha baraka kelaveradi. Oyatdan olinadigan xulosa. Hayotda baraka topishning sharti iymon va taqvo. Allohga bo'lgan iymon va taqvo dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Din boshqa narsa, hayot boshqa narsa dedi-yu ayrim odamlar. Bizda-chi musulmonlarda tug'ilishingizdan tortib go'rga kirguningizga qadar bo'ladigan hayotingizni har bitta lahzasida, bosqichida din bor. Oyoq kiyimni yechib kiyayotganda payg'ambarimizning sunnati bor. Ovqat yeyotganimizda qanday yeyishimiz haqida payg'ambarimizning ko'rsatmalari bor. Uylanishida qanday uylanishimiz kerak. Demak, ikkinchi xulosa, Allohga bo'lgan iymon va taqvo bu dunyo hayotiga aloqasi yo'q narsa emas. Dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Uchinchi xulosa, insonni bu dunyoda yaxshi kun kechirishi uchun eng zarur narsa iymon va taqvo.
Yana oyatda amanu vattaqov deyildi. Iymon keltirganlarida va taqvodor bo'lganlarida. Juda muhim narsa. Iymon keltirib qo'yishda o'zi yetmas ekan, barakaga erishish uchun. Baraka topishlik uchun iymonni o'zi yetmas ekan. Iymon bilan taqvo birga bo'lish kerak ekan. Agar qishloq ahli iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida deyildi. Alhamdulillahi robbil alamin, hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedik, musulmonlarning zumrasiga, musulmonlarning safiga qo'shildik. Endi uning orqasidagi taqvoyimiz qanaqa bo'ladi? Iymoningiz, taqvoyingiz birga bo'ladi, keyin baraka keladi. Takrorlaymiz. Imom Ahmadning musnadlarida shunday bir xabar bor ekan. Banu Umayyaning xazinalari ichida xurmoning danagiga teng keladigan bug'doy donasi turar ekan. Bir dona bug'doy kattaligi xurmoni danagidek keladi. Va yozib qo'yilgan ekan u tagiga. Bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi. Demak, adolat qoyim bo'lgan bo'lsa o'sha yurtda, shu dehqon adolatli bo'lsa o'zi, iymonli, taqvoli bo'lsa, 10 gektar yer bug'doy ekib oladigan hosilni 1 gektarga ekib turib olar ekan o'sha davrda. Ya'ni 10 soat ishlab topayotgan pulingizni 1 soatda topar ekan degani. Barakani shu. Tushunyapsizmi birodar? 10 ta odam ishlashi shart emas oilada. Agar shu oilada iymon, taqvo bo'lsa, payg'ambarning sunnatiga amal qilishlik mahkam bo'lsa, haromdan taqvo qilsa, Alloh yaxshi ko'rgan taqvoli bandalar bo'lsa, bitta odam ishlasa yetar ekan 10 ta odamga. Endi tushunyapsizlarmi nimaga ota-bobolarimiz bitta ketmoni bilan 4 ta o'g'lini uylab, 4 ta qizini chiqargan? Nima bo'lgan ekan ularning hayotida? Piyoda yurib, hamma yoq o'lgigan ular. Bizni tayimizda mashina, qo'limizda telefon bo'lib turib ham nimamiz yetmayapti? Hech narsa ulgurmayapti. Ulgurmaysan-da. Ulgurmaysan-da. Demak, bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi deb yozilgan ekan. Shuni burunroq bilmaymanmi deydi-da odam. Ilik shamlaydi. Yo'q. Haligi pessimist deb qo'yadi bunaqa odamlar, skeptik deb qo'yadi. Qo'ysang, qanday endi? U bittasi bug'doyni xurmoni danagicha bo'lsa, boshqa qancha olib ketadi. Osmonga ishora qilganda barmoq bilan. Ahmoq odam barmoqqa qarar ekan. Tushunarliga? U senga bug'doyni aytayotganimizda biz senga u bug'doy haqida fikr qil demayapmiz. Shu bug'doy nima uchun o'sgani haqida fikr qil deyapmiz. Yo'q. Qo'ysa, bora shunaqa odamlar. Domlalarga aytaverar ekan. Qanday masalan? Uning uchun kombaynni ham katta qilishimizga, sur chekaga. Sen qayga qarayapsan? Faqat ahmoq odam barmoq bilan osmonga ishora qilganda barmoqqa qarar ekan. Shuning uchun bug'doyga qaramanglar, orqasidagi ma'noga qaranglar birodarlar. Alloh taoloning avliyolarida baraka bor bo'ladi birodarlar. Avliyolar, valiylar, ya'ni Allohning do'stlari. Robbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'linglar. Robbimiz aytayapti, ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaydilar. Avliyolar, Allohning do'stlari. Birodarlar, har bittamiz mo'min sifatida Allohning valisimiz. Faqat valiligimiz, Allohga do'stligimiz, yaqinligimiz iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq. Qanchalar iymonimiz quvvatli, taqvoyimiz quvvatli bo'lsa, Allohga bo'lgan valiligimiz ham shunchalik bo'ladi. Alloh taolo aytadi avliyolar haqida. Oyatning davomida allazina amanu va kanu yattaqun deydi. Kim o avliyolar? Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar. Demak, siz ham, men ham Allohning valisimiz.
La ilaha illalloh deganimiz uchun endi Allohga bo'lgan valiyligimiz, Allohga bo'lgan yaqinligimiz iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq bo'ladi. Avliyolarning ikkita sifati: iymon va taqvo. Alloh buyurgan ishlarni qilishda mahkam, Alloh man qilgan ishlardan uzoq bo'lishida mustahkam. Mana shu ikkala sifat bor bo'lsa, siz bilan biz ustimizda nima bo'ladi? Baraka bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, iymoning va taqvoingga yarasha ustingga baraka keladi. Birov namoz o'qiydi, ro'za tutadi, ehtimol soqol ham qo'ygan, ammo ancha-muncha haromga parvo qilmaydi. O'zini dindor deb biladi. Ehtimol darsxonasi ham bor, axloqi buzuq. Kibr bor, odamlarni mensimaydi. Bunaqa odamda ham baraka bo'lmaydi. Iymoni va taqvosi o'rnida bo'lgan odamni odobi go'zal bo'lmay iloji yo'q. Odobingiz yaxshi emasmi? Xulqingiz go'zal emasmi? Demak, taqvo degan narsa yo'q. Soqolingiz 1 metr bo'lsa ham, poychangizni tizzagacha shimalagan bo'lsangiz ham. Chunki din nima deb payg'ambarimizdan so'raganlarida go'zal xulq deb javob berganlar. Maddin ya Rasululloh. Husnul xulq deganlar. Ma'qulmi? Ey ukalar, yoshlarga aytayapman buni. Xulqingizda chiroyli bo'lishi primo cho'ntagingizga aloqasi bor. Tushuninglar shuni. Axloqingizda go'zal bo'lishi faqat o'zingizga foydanglar. Chunki axloqi go'zal bo'lishi uchun insonda taqvo bo'lish kerak. Axloqi buzuqmi, demak taqvosi yo'q. Bunda baraka bo'lmaydi. Ma'qulmi? Bilib qo'yinglar. Mana shunaqa axloqi buzuqlar bilan birga o'tirar ekansiz, ularga keladigan kasobat sizga ham keladi. Chunki ulfating aloqalat bo'lsa, al-mar'u ala dini xalilihi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi kimni do'st ekanini qarasin. Bu darslarni boshlayotganimizda niyat qilganmiz. Baraka nima degan savol berilganda, bizda ana shu savollarga yetarli javob bo'lsin. Baraka nima ekanligini tushunib olaylik degan narsani oldiga maqsad qilib qo'yganmiz. Rizq quvish kerak emas. Rizq yozilgan. Rizqqa sabab bo'ladigan mehnatni qilamiz, biz baraka qidirishimiz kerak. Baraka bir narsaning ustida ilohiy hayriyatning davomiy turishi. Bir narsaki uni ustida ilohiy hayriyat davomiy turadi. Qaysi narsa Allohning toatiga sarflanayotgan bo'lsa, demak shu narsa barakali. Pulingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanyaptimi? Demak pulingizda baraka bor. Vaqtingiz Alloh rozi bo'lgan ishlarga ketyaptimi? Demak barakali. Umringiz Allohni rozi qiladigan ishga sarflanyaptimi? Demak umringiz barakali. Muhammad alayhisolatu vassalam va u zotning sahobalari eng taqvodor insonlar bo'lishgan. Ana shu taqvo sabablarini qoyim qilishida eng peshqadam inson bo'lishgan. Shuning uchun ularda hamma yo'q barakali bo'lgan. Umri ham, puli ham, vaqti ham, sog'ligi ham. Barakali inson qanaqa bo'ladi u? U shunaqa odamki, qayerda bo'lsa ham u undan foydalaniladi. Barakali odam qayerda bo'lsa atrofidagilarga foydasi tegadi. Endi inson taqvosi kuchaygan sari, Allohga yaqin bo'lgan sari barakasi ham ziyoda bo'lib boradi. Vaqtiga, umriga baraka kiradi. Qisqagina vaqtda ko'p ishlarga yo'laydi, ozgina mablag'i bilan katta amallarni qilishga muvaffaq bo'ladi. Barakali kishi qanaqa bo'ladi? Barakali kishining suhbati ham barakali bo'ladi. Eng barakali inson bu ilmli inson. Hadisda aytiladi-ku. Katta hadis. Farishtalar bu odamlar haqida Allohga hisob berganda Alloh ularni hammasini gunohini kechirganligini aytadi. Ilm majlisi niyatida kelganlarni. Shunda farishtalar Parvardigor, mana banda ilm majlisi deb kelgani yo'q. Bir ishi bilan keldi. Uni ham kechira olasanmi deganida Alloh taolo aytdi, u majlis, ilm majlisi shunday majliski, u yerda o'tirgan odamlar shunday odamlarki, ular bilan birga o'tirganlar bu narsadan, xayriyatdan mahrum bo'lmaydi. Ma'qulmi? Ilm majlisi eng barakotli majlislardan. Barakot.
Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarni barakotli qildi. Makonlarni, vaqtlarni, o'rinlarni. Ana, barakali vaqtga misol. Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi barakali kecha. Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylatin mubaraka deyiladi. Albatta biz uni bir muborak, barakatli kechada nozil qildik. Ramazon kechasi hammasi barakalik, endi uning ichida Qadr kechasi barakasi ziyodaroq bo'ladi. Chunki Qur'on nozil bo'lgan kecha barakali bo'lmay iloji yo'qda. Chunki Qur'onni o'zi tushganligi bu kechani barakasi uchun kifoya qiladi. Zulhijja oyining 1-10 kuni. Bu ham muborak kunlar. Barakali vaqtlardan tong pallasi barakali birodarlar. Rizqni kelishi, baraka yo'llari ochiladigan vaqt tong paytda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizning Muhammad alayhisalomning ummatini tongi vaqtiga baraka tilaganlar. Aytganlarki, Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Parvardigor, ummatimning ertalabki vaqtini barakali qilgin. Yo'q birodarlar, bomdoddan keyin uxlash mumkin emas degan gap yo'q. Kun chiqqandan keyin uxlasangiz, o'sha baraka bomdod namozi bilan kun chiqishlik orasida bo'ladi. Kun chiqqandan keyin uxlavering. Bilasizmi, bomdodni masjidda o'qigan, o'sha uxlamagan kuningiz qandaydir 25 soatga o'xshab ko'rinadi. U chakkani ishini qilmaysan, yana vaqting qoladi. Demak, tong pallasi barakali birodarlar. Bomdod namozini o'qigandan keyin o'sha biz aytayotgan zikrlarni aytsangiz-chi, kun chiqib oladi. To'g'rimi? Bomdod namozi bilan kun chiqishi orasidagi uyqu birodarlar, kunni eng zo'r vaqtini boy berishlik bo'ladi. Qadr kechasi barakalik, Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni barakalik, sahargi vaqt barakalik. Endi o'rinlardan barakaligi. Baytulloh, Ka'ba-i muazzama barakotlik. Yer yuzida birodarlar bironta uy yaxshiligi ko'p, haloyiq uchun xayriyati davomiy bo'lgan Ka'bachalik bo'la olmaydi. Xayriyati ko'p, haloyiq uchun barakasi davomiy bo'lgan Ka'bachalik boshqa bir uy yo'q. Bu uyni barakotli ekanligini Alloh taoloning o'zi aytayapti. Astagfirullah. Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat bo'lgan Ka'ba. Demak, Ka'ba-i muazzama barakot. Barakaligini ko'ringki, Ibrohim alayhisolamning duosi tufayli hech qanday ekin o'smaydigan joyda dunyoning hamma meva-chevasi bor. Ka'ba-i muazzamada o'qilgan bir rakat namoz, nafil namoz, boshqa masjidlarda o'qilgan 100,000 rakat nafil namozga teng. Barakotli o'rinlardan Madina-i Munawvara. Madina-i Munawvara muborak birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munawvaraga Robbisidan barakot tilab duo qilganlar. Allohumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Muttafaqun alayh. Parvardigor, Madinaga Makkaga bergan barakangdan 2 barobarini bergin. Muhammad alayhisolamning duolari ijobat birodarlar. Makkadagidan ko'ra 2 barobar ko'proq baraka berdi deb duo qilyaptilar Rasululloh. Allohumma barik lana fi madinatina va barik lana fi sa'ina va muddina. Ikkinchi duolari. Parvardigor, Madinamizga baraka ber. Bizga soyimizni va muddimizni barakali qilib ber. Ya'ni o'lchov birliklari. Masjidun Nabaviy barakali birodarlar. Unda o'qilgan 1 rakat nafil namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat nafil namozga teng. Masjidul Aqso va uning atrofini Alloh taolo barakotli qilib qo'ydi. Astagfirullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqso allazi barakna hawlahu. Alloh bir kecha
o'z bandasini unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan zotdir. Masjidil Aqsoda o'qilgan bir rakat namoz, birodarlar, boshqa masjidlarda o'qilgan nafl namozlardan 500 rakatiga teng bo'ladi. Demak, Alloh taolo vaqtni barakotli qilgan ekan, Alloh taolo joyini barakotli qilgan ekan. Alloh azza va jalla ana shu salafus solihinlarni yaxshilikni va barakani asli bo'lgan Qur'oni Karimni o'rganishlikka hidoyat qildi. Hamma barakot Qur'onda. Hamma barakot sunnatda. Mana shu Qur'on bilan sunnatni o'qib o'rganib amal qilishlikka Alloh u salafus solihinlarni hidoyat qildi va natijada ular barakotga ega bo'lishdi. Usmon ibn Affon Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadya qildi. Jayshul Usrani jihozladi. Kambag'al bo'lib qoldimi shu bilan? Yo'q, Alloh taolo barakot berdi. Moli dunyosini hisob-kitobi yo'q edi. Abdurrahmon ibn Avf Jayshul Usraga molini yarmini olib keldi. Payg'ambarimiz duo qildilar. Olib kelganingizga ham, qoldirib kelganingizga ham baraka bersin. Abdurrahmon ibn Avfning moli shunaqa ko'p ediki, Madinaga sig'may qoldi. Karvonlar, tuyalari. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu ansorlarning sayyidlaridan edi. Madinaning sayyidlaridan. 31 yoshga kirganda islomni qabul qilgan edi. Vafot etganida 37 yoki 38 yoshda edi. 6 yil yoki 7 yil islomda umr ko'rdi. Lekin shunday barakotli hayot bo'ldiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu inson muborak inson edi. Qarang, hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, kasal ko'rgani ham ulgudi. Janozaga ergashgani ham ulgudi. Sadaqa qilishga ham ulgudi. Bu ulug' sahoba Rasulullohdan keyin bor yo'g'i 2 yil xalifa bo'libdi. 2 yildan ozgina ko'proq. Lekin mana shu 2 yil muddatning ichida shunaqa katta g'alabalar, futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. 2 yildan sal ko'proq muddat. Mana shunga o'xshagan qisqa muddatning ichida juda katta bir xayriyatlar erishgan yana bir ulug' inson. Ummaviylarning xalifalaridan bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz bu kishi ham musulmonlarga xalifa bo'ldi-da, 2 yildan ko'proq umr ko'rdi. Endi u kishining barakotini ko'ringki, taqvosini ko'ringki, davlat ishida olib borgan adolatli siyosatini ko'ringki, yurtda shunaqa baraka, shunaqa tinchlik yo'ldiki, kambag'al qolmadi. Insoniyatning oltin davri deydi tarixchilar mana shu davrni. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, kambag'alni qidirishiga to'g'ri kelgan. Haqiqatan ertakka o'xshayaptimi? Lekin shunaqa bo'lgan. Agar adolat hokim bo'lsa mamlakatda, bir yurtda adolat qoyim bo'lsa, shu yurtda albatta xayriyat yoyiladi. Bir zavodda, bir fabrikada, bir tashkilotda rahbari adolatli bo'lsa, oilani boshlig'i adolatli bo'ladigan bo'lsa, baraka keladi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik-ku. Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining orasida xurmoning danagichalik keladigan bir dona bug'doy turar edi. Bir dona bug'doy xurmoni danagichalik keladi. Yozib qo'yilgan, bu adolat qoyim bo'lgan davrda o'sar edi. Umar ibn Abdul Aziz davrida xazinada pul shunaqa ko'payib ketdiki, sarf qiladigan joy qolmadi. Davlatda sarflaydigan joy qolmadi pulda. Nima qiladi? Xalifa buyurdi. Qarzdorlar bo'lsa e'lon qilinglar. Kelsin, davlatning hisobidan qarzlarni uzib qo'yamiz. Qarzdor ham qolmadi. Yana pul to'lib toshyapti. Baraka. Yana buyurdi. Buyuring. Uylanishlikka imkon bo'lmayotgan bo'ydoqlar bo'lsa, kesin uylab qo'yamiz. Eshitsang ertakka o'xshaydi, lekin barakotli odamlar shunaqa bo'lgan. Adolat qoyim bo'lsa, adolat hukm sursa, barakat mana shunday yoyilgan.
Salaf solihlardan biri aytadiki, Qur'on tilovatini qancha ko'p qilganim sari vaqtimga baraka kirishni boshladi. Qiroatni, tilovatni ko'paytiraverdim, vaqtimga baraka kiraverdi, shunday qilib 10 poraga yetkazdim bir kunda deydi. Ulgumayotganlar hech narsaga. Vaqti yetmayotganlar. Tushunarlimi ishora? Eslangda, Qur'on o'qishni bilasiz, qachon o'qidingiz bir porani o'tirib. Va qarangda, telefoningizda qancha o'tiribsiz kunda. Endi ulgurmaysizda hech narsaga. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak, ular hayotida baraka topgan ekan. Qanday erishganlar bunga? Ikkita narsa bor. Iymon va taqvo. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Biz birodarlar, baraka haqida gapirganimizda Alloh taoloning ushbu oyati doim ko'z o'ngimizda tursin. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai val ard. Mana bu oyat bizni ustimizga baraka kelishligining formulasi. Alloh taolo aytayapti, agar qishloq ahllari, uni odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Xulosa, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha ustingizga baraka keladi. Iymoningizga yarasha, taqvoingizga yarasha baraka keladi. Baraka nima? Al-barakatu hiya thubutul khayril ilahi fi shay. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning sobit bo'lishi. Baraka hammamizga kerak, birodarlar. Hech kim barakadan behojat bo'la olmaydi. Hatto anbiyo va rasullar ham Allohdan baraka so'rashgan. Inson farz va sunnatlarni bajarishiga yarasha, harom amallardan tiyilishiga yarasha baraka keladi. Baraka iymoning va taqvoiga yarasha bo'ladi.